Assalomu alaykum. Sizlar bilan Mayanoshim Istirbeya kanali. Bugungi videorolikda shuni aytmoqchimanki, o'zi sizlar ham prevyudan bilib olgan bo'lsanglar kerak. Men FC Mobile'ga qaytdim. Qaytdim chunki buni o'ziga yarasha sabablari bor. Bu sababni men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Albatta Telegram kanalimga bemalol o'tib podpiska bossanglar bo'ladi. Nimaga men FC Mobile'dan ketdim? eFootball'dan ketdim va nimaga FC Mobile'dan ketib yana qaytdim. Shuni ham bilib olasizlar. Va undan tashqari men juda ham ko'p bo'lgan обновление, ya'ni qo'shilgan narsalarni ko'rdim. FC Mobile'da juda ham ko'p. To'g'ri, PES'da bundan kamdir, lekin PES'da ancha realistik bor. Kim negativlik yozmoqchi bo'lsa, bemalol negativlik qilinglar. Chunki men sizlarga aytdim, FC Mobile eFootball'ga o'xshab realistikni qo'sha olmaydi. Chunki eFootball 1 gigabaytdan oshiq futbol o'yini hisoblanadi. Juda ham katta megabaytlik, katta pamitni yeydigan futbol o'yinlaridan bittasi. Va shunaqa. Xo'sh, nimaga men unday video oldim? Hozir sizlar bilan kichkinagina nimadirlar qilamiz. Albatta, FC Mobile'ga qaytganim munosabati bilan balki ikkinchi akkauntimga o'tib, o'sha ikkinchi akkauntimdan open pack qilishim mumkin, yana bilmadim. Agar sizlar xohlasanglar, o'sha ikkinchi akkauntimga o'tib, ozgina almas bor va shu almasni ishlatgan holda open pack qilamiz yoki yo'q. Buni hozir bilib olasizlar. Ana ikkinchi akkauntimga o'tdim. Xo'sh, mana gizonlarim va bo'lishlarim mana va menga judayam ko'p qolaman. Mana kerak yana bir. Mascherano ozgina ko'payibdi. Qancha tramp. Xo'sh, mana 5000 ta gem, ya'ni almas. Shu hozir almaslarni sizlar bilan birgalikda men bittan albatta 3000 tadan bitta olaman va bu katta ehtimol bilan shu tarafda turgan bitta olsam bo'ladi. Manimcha. Yo'q, bo'lmas ekan. Xo'sh, bo'lmasa o'tsa bu menga kerak emas. Bu ham bir alatib qo'yishibdi. 5 tagina draftim bor va shu 5 tani ishlatib harakat qilamanki, sanfni olishni yoki cherkini olishni. Rivaldo tushib qolsa ham hech bora bo'lmasdi. Rahmat aytardim. Xo'sh, sanfni bitta statistikasini ko'rish kerak. Aurorasi 148 ekan, zo'r. Tezligi, skorisi 140 ekan. Menimcha 118 igrok uchun bu skor zo'r. Hali kuchaytirgandan keyin 180 yoki 181 bo'lib ketsa kerak. Chunki men internetda ko'rdim, ya'ni bitta joylardan, YouTube'dan ko'rdim, Instagramdan, TikTok'da ko'rdim. Buni skorisi 180 dan ham oshib ketar ekan. Bu zo'r. Mana men 118 dash deyiladi. Bu sanf dahshat. Lekin birinchi marta bu sanf birinchi marta qo'shilyapti, bilsanglar kerak. U bir qanchadir sezon oldin keldi, qo'shildi, lekin uni hech kim ko'rmadi. 114 bo'lib keldi. 4 darajasi bu oshib keldi. Bu zo'r degani.
boshqa butunlay gap cho'zib o'tirmasdan boshladi. Lekin Parker Price. Lekin judayam statistikasi past. Ну, mana shu FC Mobile'da уже overga qiziqishim yo'qoldi, chunki baribir PES'da bilsanglar over past, lekin igroklarning statistikasi past bo'lsa ham o'yinda ko'rinib turadi. Qanaqa baland. Ya'ni 94 bo'lsa, ularning max darajasi ham shu 94 bo'ladi. Masalan, tezligi 99 bo'ladi, obronasi shunaqa. Bu yerda 200, 300, bir yana 4-5 ta sezondan keyin 400 ga chiqib kelsa kerak, ya'ni tezligi, obroni shunaqa. Dribbling. Tushunyapti, bo'lmasa kerak sizlar bilan olib keldim. Pakda ham. Va buni olaman, shuni olib 20 tani olaman. Keyin 10 tani olaman. Men bittani olib bo'lganman, 10 tani olsam 30 ta. 30 ta bo'lar ekan, qolar ekan, zo'r degan. Xo'sh, unda ikkinchi akkauntimga o'tib, o'sha yerda bemalol maza qilib draft o'ynasak bo'ladi. Ikkinchi akkauntimga oldim. Division rival. Maza qilib o'yinimizni boshlab shu chiqarishga harakat yomon tushdi, lekin bor. Legendarniy 3 ga yoki legendarniy 3 ga chiqazik desam, video juda vash cho'zib ketadi. Shuning uchun uzog'i 4 ga chiqib, 2 ta yulduzcha olishga harakat qilaman. Umid qilaman. Bu overlar o'zi hech birini ham bilmayapti. Negativ bo'lar, ko'mak beradi. O'zi overga gelmiyor. City.
Menimcha agar amaldagi 5 kami buni adashmasam 6 mingga ko'rsatay. Buni, buni, buni 2, 3, 4, 5. 5 ta futbolisti, 5 ta futbolisti 22 ming shartga oldi. 22 ming. Даже 25 ming shunaqa. Ba'zi tupoylar mana bu akkauntini yangi ochganda 25 mingni o'ylab yig'adi, 29 ming, 30 ming o'ylab kirilib yig'adi. Bitta katta o'g'irli hech bo'loni hal qilib bermaydigan bitta o'yinchi oladi bo'ldi. Qaysi pozitsiya bo'lmasin, faqat striker oladi. Endi Ronaldoni muxlisi bo'lsa Ronaldoni oladi, Messini muxlisi bo'lsa Messini oladi. Nu anti taraf, ya'ni anti fanatlar, ya'ni hech kimga fanat bo'lmaganlar maza qilib ishlab bor mana qara. Di Maria 117 karta, tezlik dahshat, bashi dahshat. Dribling zo'r. Dribling gap bo'lmaydi emas. Просто dahshat bo'ldi. Даже taxtni ham tushib qoldi. Kim buni oldi? Mana shu shunaqa. Shunaqa gaplar. Yaxshi bo'lgan sxema bor. O'sha sxemaga qo'yib qo'yaman.
xo'sh, adashmasam mana shu sxemada sanada. Buni bu yoqqa qo'yaman. Bu ishoninglar mana shu sostavda bor. Mana shu sostavda ancha mana shu sxemada anchasini dog'dan o'tkazadim to'g'risi. Mana bu Lucio просто gap yo'q. Просто 195 defending yo'q. Bir 4 ta, 5 ta, 6 ta sezon oldin olgandim shu Lucioni. Haliyam turibdi. 115 over, maksimum 115 over bo'lib kelgan kartalar paytida mana shuni oldim. Bir fevraldanmidi, apreldanmidi, martdanmidi izin. Shu haliyam turibdi. Xo'sh, mana Division Rivals'da Division Rivals 4-da, ya'ni legendarniy to'rga ham chiqib oldim va keyingi videoda harakat qilamanki, shuni 3 ga chiqarishga nasib bir ikkita videodan keyin yoki bitta videodan keyin mana shuni 2 3 qilaman. Mana shuni 3 qilaman. Bu keyin 2 qilib, keyin 1 qilib, keyin legendarniy qilaman va 10 mingta almaz olib akkaunt kuchaytiramiz payshanba kunigacha. Xo'p, sizlar bilan hozirchalik Mr. Big X kanali bo'ldi. Keyingi videorolikgacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Всем